Okalar olib qolingan Qorabay Gentle mashinamiz tayyor bo'ldi. Nima sidini qo'yganimiz obzorini bitta sizlarga obzorini ko'rsatmasam bo'lmaydi. O'zingizlar ungacha bitta like emasdan kuzatib turibsizlar. Qoraga qora bez nomer nima deyapti mana qaranglar. Qoraga qora qizil choklari bilan rostagasim AMG limitda chiqargan Mercedes W205 sinasini rostagasimni qo'yib berganmiz. Malibu barlari bilan bespritik zavod tushgan. Ko'rayotgansizlar Malibu rol. Lekin orqa har doimgidek gektar akalar, patsakanchik bar. Xullas sidina salonni ichi bor, koja bilan to'lgan. Ishoninglar, mana sidina yengilligidan korobkadan ochib berganmiz, upakovka salafandan ochib berganmiz. Hozir o'tirib ko'rsataman. Akalar, mana komfort, mana komfort. Xuddi maqtab sidinamiz sotish emas. Rostakasim komfort xolismi? Keling. Hozirgi paytda bilasizlar, nomeraning ham bo'lib turibdi. Xanni qo'ydirgandan keyin, ishoninglar, mashinadan tushishlar ham kelmay qoladi. Mashinadan zerikib ham qolmaysizlar. Uzoq yurgan odamlar charchab qoladi, charchamaysiz. Bunaqa narsani unutasiz. Yana ham mashina haydagisi kelaveradi. O'sha komfortni qo'ydirganingizdan keyin. Maqsad bu yerda sidinamizni o'tkazishdan emas. Rostakasim komfort xolismi kerak. Hamma narsa o'z qo'lingizda. Komfortni xolasangiz, kelsangiz inshaalloh mana shunaqa birinchi o'rinda komfort, ikkinchi o'rinda mana salon turishini qarang. Dash ko'jalarni hidib kelib turibdi, ya'ni mashinani masla, o'zi mashinani o'zi yangiga, biz yangiga yangisini qo'yib beramiz. Kelasizlar, inshaalloh qo'limizdan kelgancha zo'r narxda qo'yib beramiz. O'zingiz eski sidiningizga zamin qilsangiz, zaminga baribir arzonroq tushadi. Komfort tuzib xizmat etadi. Buni 1000 marta ko'rganda, eshitganda bir marta kelib qo'ydirib ketganingiz o'shandagina biroz komfortni sezasiz. Rostakasim degan.